Xo'sh. 32-savol. Raqamlarda berilgan javoblarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Birinchi savol. Ammiak olish uchun katalizator sifatida kaliy, alyumin oksid, kaliy oksid, temir aralashmasidan foydalaniladi debdi. Bu to'g'ri. Ammiak olishda platina katalizatori bo'ladi deyilgan kitobda va yana boshqacha katalizator ishlatsa bo'ladi. Arzonroq katalizator alyumin oksid, kaliy oksid, temir aralashmasini ishlatsa bo'ladi deb kitobda yozilgan. Kaliy oksid va temir aralashmasini ishlatsa bo'ladi. Bu ammiak olishda azot bilan vodorod ta'sirida ammiak hosil bo'lish reaksiyasida ikki xil katalizator ishlatsa bo'ladi. Buni yoki buni. Demak, birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot ekan. Ikkinchi ma'lumotga o'tganmiz. Ammoniy ionida azot 3 valentli bo'ladi debdi. Ammoniy ioni bu NH4+ ion hisoblanadi. Bu yerda azotni oksidlanish darajasi -3 bo'ladi. Valentiga esa 4 valentli bo'ladi. Azotga 4 ta vodorod bog'langan, 3 tasi kovalent bog' bilan bog'langan, qutublisi bilan, bittasi kovalent donor akseptor bog'i bilan bog'langan. Shunda 4 valentli bo'ladi, darajasi -3 bo'ladi. Bu yerda valentiga 3 deb qo'ygan uchun ikkinchi javob xato javob bo'ladi. Demak, ikkinchi ma'lumotda xato javob. Uchinchi ma'lumot. Ammiak katalizatorsiz yonganda hosil bo'lgan gazni normal sharoitda molyar massasi bilan platina katalizator ishtirokida yonishdan hosil bo'lgan gazni molyar massasini orasidagi farq 2 ga teng bo'ladi debdi. Ani yoqib ko'ramiz. Ammiakni katalizatorsiz yondirilganda kislorodda bu yerda azot bilan suv kelib chiqadi. Azot bilan suv kelib chiqadi. Pastdan ammiakni katalizator ishtirokida yoqsa, platina katalizator ishtirokida yoqsa, bu yerda platina bo'lsa, bu yerda azot 2 oksid bilan suv kelib chiqadi. Endi ikkitasining molyar massalari farq necha bo'ladi debdi. Azot molyar massasi 28, azot 2 oksid 30, ikkitasining farqi 2 ga teng bo'ladi. Demak, 3-ma'lumotda farq 2 ga teng, rostdan ham to'g'ri ma'lumot ekan. Xo'sh. 4-ma'lumot. Ammiak sovutgich apparatlar ishlab chiqarishda ishlatiladi debdi. To'g'ri. Ammiak mavzuda shu ma'lumot yozilgan. Ammiak sovutgich apparatlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. To'g'ri. Shunda to'g'ri ma'lumotlarni yozib chiqargan bo'lsa, 1-chi, 3-chi, 4-chi ma'lumotlarga to'g'ri 1, 3, 4lar to'g'ri. Ikkinchi ma'lumot esa xato bo'lar ekan. Demak, 3tasi to'g'ri ekan, bittasi xato ma'lumot ekan.